Farq akamiz bizani ancha yillik mijozimiz bo'ladilar. Bizdan ko'p xizmatlarimizdan foydalanganlar, o'zlarini bitta xolis fikrlarini eshitamiz. Farq aka 3-4 yildan beri mijozimizsiz. 5-6 yil ham bo'ladi Abdulloh. Ketdi. Matiz ham olib kelganlar, Gentra ham olib kelganlar, Tracker ham, ham ko'p mashinalar olib kelgansiz. Aka ish haqida 2 og'iz mijozlarga gapirib bersangiz. After Effects'ga achidan bir kelamiz. Ishlari xudo xolisa uyaltirmaydi bolalar, kamchiligi yo'q. Chiroyli hamma ishlarimni qilib berishgan. Boshqa og'aylarim ham, boshqa tanishlarım ham faqat shu Abdullohga jo'nataman o'zimga. Hech uyaltirib qo'ymagan. Navoda kamchiliklari bo'lsa, chiroyli qilib bartaraf qilib beradi. Joy kelsa qanaqadir biz ham ideal emasmiz. Kamchilik bo'ladi bir xil paytlarda, lekin o'sha paytda kamchiliklarni to'g'rilab beradi. Xudo xolasa, ya'ni tavsiya qilaman. Gapingni bo'ldim, ukam tavsiya qilaman. Kelinglar, xudo xolasa narxi ham zo'r, sifati ham, ishi ham, tezligi ham chiroyli qilib bitirib beradi har doim. Xudo xolasa, agar sizlarga ham shunaqa sinovdan o'tgan sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilасizlar. Bu Tracker avtomobillarni ham yangi olgan ekanlar. Ukam kapotini broneplyonka qilish kerak dedilar. Olib keldilar, qilib berdik. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tonirovka, broneplyonka, laminatsiya hamma xizmatlarni xudo xolasa chiroyli qilib, Farq akamdagi xursand qilib chiqarib yuboramiz. Kelinglar, tavsiya qilamiz Abdulloh, rahmat.